işini kılarsın. Ha ne vakılsa? Şu tava adaş kasqınыңны. Xotundan qo'qib mushkul qolgan odamman. İkimiz tunji ko'rishga vaqtimiz akaga esingda bormi? Şu vaxtlarımızdayım. Ecep köngüllükdük he? Shuni deymamsa, vaqt nim degan tez o'tgan a? Şu vaxtlarım sizga ishinib yuribdi menga. Kichikligim o'xshaydi u. Bu gapning tagida gap bor-ku. Yo'shiribmi o'tolmadim. Yeshimiz 60 ga yurib qoldi. Şu vaxtlarım yeningiz 10 ten samay chiqardingizga. He, to'xtag'ina. Heli degan gaping heli esingda yo'q. 40 yilning oldidagi ishlar ajab esingda bor ekan a? İlgo 40 yılken bu 100 yıl bo'lgan ishlarimcha esimde bor. Dedim gap qag'ashqa shu dedim. So'qishayotgan vaqtda telefon o'ynaysan degina. Xotundan qo'rqadigan erlarning %80%ning turmushi yaxshi ekan hozir. Bunda qarab boqamizlar atrofingizga. Ketava adash qasqiningni. Xotundan qo'rqib mushkul qolgan odamman. Qaysi kuni qapsiz, nim qilmoqchisiz, nim vaqiraysiz? Va onisi ovozim chinoq chiqib qoldi. Vaqirishib yurmaydi. Chugina. Ay chugina. Shu vaqtlarda mashhadi sen menga nimda va'da esingda bormi? Esimde yo'q. Albatta esingda bo'lmaydi-da. O'ngishlik tega olgandan keyin. Sizde pek ne esansı bo'lsa? Qo'shingizni ufitib olaman. Kiyimlaringiz pokiz, ko'ylakning yoqilari oppa xuddi sutdek ko'rsiz degandan shu vaqtlarda. Ha, men shunda degan esansı bor ekanda. Sening esingda bor ishlar mening esimda bor anisi. Anda qo'sh uydagi mehnat kiyimlar tugilib taqda ko'p kutamda. Vaqiraysiz? Nim deysa? Nim deysiz? Nim deysa? Nim vaqiraysiz? Voy nima deysa? Nim deysiz? Nim deysa? Nim vaqiraysiz? Voy nima deysa? Nim deysiz? Nim deysa? Ha ne vakılsa? Bana va ishini qilasan. Baba ishimni qilyapman shu yerda. Nimanda qildigan domala çok mechon turib, va to'y qilmaslikning tasdigida bu xatni siyraqa almashtiramda men bo'la. Mening kimligimni bilamsizlar? Voy shu ukash qarasa? Ha bu Daryovoyda nadagi eshik. Men bu yerdan omonlikni saqlayman. Voy ukam bu yerning omonligini saqlamasang bu daryoning suyini o'g'lab ichib olmaymiz. Siz gap qilmanglar undaq. Ya bu sizlar bu yerda bu nimanda vaqiraysizlar deyman. Ha? O daryoning o biliqlarini uxlatmang. O'zimizning shaxsiy ishlar ukam bu. O'z vaqtida yangan bergan va'da tutmay bola qashlamishi. Nima va'da berganti? Nima va'da tefkan? Kiyimlaringizni oppa qilib birman sutdek debdi menga. Uyda bir azroq paskin kiyimlar yig'ilib qoldi-ki, shuni jedalanmamdi. Voy sizmi juppasi uzunmamdi ada balkimizning kiyimini. Shu jupraygo degandim, yaqinning yag'ma supini bekchiq chiqib bordi. Qarag'ina uka, endi bu banan topdi. To'xtang aka, to'xtang, portlamay turing. Ada, ma uyninki ma sopil yomon jiq chiqdi-do deb qalsangiz, maya qarang-a. Gangsu. Ay shu uydagi mehnat kiyimlaringizni bir shaklga akilib, xalqan tushirsangiz bo'laverdi ada. Efkam unda qilsak bu yerni amonliqiga. Endi ada amonlik qilib buzg'idek, men bu yerga kelib so'qishing demadim. Mushu suvni ishlatib, kiyimlaringizni yuysiz. Dere, endi nim banaring va uyda kiralg'uz jumgan kiyimlaringni akab daryoda yuydigan bo'ldim. Unda deginizdan kiyim-kechak yug'idek so'pa parcha yo'q-da bu yerda. Voy ada, u narsalarda siz xotirjam bo'ling. Mishada bir kimni tuttiring-a, onadagi alomatni ko'rsiz. Bu so'g'oq nima alomatlarni ko'ramiz endi bu yerda? Keldi. Nima keldi Efkam? Oo, kilovatxonasi ko'rdingizmi? Qip-qizil turgan. Nima ukam bu kelayotgan? Toptiring, hozir men kelgan vaqt ko'stay-a. Ada keldi, mana men tutib turing bunga. Mana ada, mana.